Talab va istaklarga ko'ra shohona chakchakning barcha sirlari. Chakchak bir urinishda xatosiz shunaqa ideal chiqishi uchun xamir tayyorlayotganda oliy navli unga nisbatan tuxumning oqi va sariqlarning miqdori aniq bo'lishi juda ham muhim. Tuxumlarning hajmi katta yukida kichik bo'lib farqli bo'lgani sababli retsept aniq chiqishi uchun England Biz kompaniyasining pasteurizovanный tuxumlarini oq va sariqlaridan alohida foydalanishni tavsiya qilaman. Professional konditor va ishlab chiqaruvchilar uchun qulay bo'lgan 10 litrli hajmlarda ham bor. England Biz kompaniyasining pasteurizovanный tuxum mahsulotlari bilan nafaqat vaqtingizni va pulingizni ham tejab qolishingiz aniq. 250 gram tuxum sarig'iga 250 gram tuxum oqini qo'shib, yarim choy qoshiq razlixitr va bir chindim tuz bilan aralashtirib olib, 800 gram unni ozgina-ozginadan solib aralashtirib xamir tayyorlaymiz. Xamirni mushlab tindirib, undan so'ng ikkiga bo'lib yana tindirib qo'yamiz. Xamir yarim soat tingandan so'ng 50 sm diametrida somsa xamirdan birozgina qalinroq qilib yoyib olib, chakchak uzoq muddat yumshoqligini saqlab qolishi uchun taplionka yog'ini eritib, yarmiga surib, ikkiga buklab olamiz. Va 5 daqiqadan so'ng 3,5 sm lentalarga bo'lib olib, xamirni bukilgan joyini kesib tashlaymiz. Lentalarni 3,5 sm dan 4 burchak shaklda kesib chiqib, har tomonini 10-15 daqiqa davomida yaxshilab quritib olamiz. Chakchaklarni qizigan yog'da, ammo past olovda, chakchaklar ikkiga ajralib buralib chiqqandan so'ng olovni birozgina ko'tarib, yana 3-4 daqiqa davomida qovurib olamiz. Chakchak tayyorlash katta proses bo'lgani sababli retsept bitta videoga sig'madi. Ammo sizni ko'p kutirmasdan shu video oldiga ikkinchi qismini joylab qo'ydim.